kunna yawman nusalli wara an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Sahobalar aytayaptilarki, biz bir kuni payg'ambar alayhisolatu vassalomni orqalarida namoz o'qib turar ekanmiz. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qal: Sami'allohu liman hamidah dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan namoz o'qib turgan bir kunimizda payg'ambar alayhisolatu vassalom rukudan turar ekanlar, mana shunday tasmi' qildilar. Sami'allohu liman hamidah dedilar. Qala rajulun wara'ahu. Orqalaridagi bir kishi deyaptilar. Buni endi o'sha roviylari kim? Rifa'a ibn Rafi deya kelgan. O'sha bu hadisni rivoyat qilib turgan kishi o'zlari aytganlar deya kelgan. Aytayaptilarki, o'zlarini ya'ni kamtarroqlik bilan yashirdilar u kishi kimligini. Qala rajulun wara'ahu. Sahobalardan birlari payg'ambar alayhisolatu vasallam tasmi' qilar ekan, birlari Robbana va lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih dedilar. Sahobalarning birlari shunday hamd aytdiki, hamdni mana shunaqa uzun jumlalarda aytdilar. Falamman sarf. Bo'ldi, namoz bo'ldi. Falamman sarf qala, namoz bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam odatlarda nima bo'lardilar? Sahobalarga ba'zida aksar holda o'ng taraflarda, ba'zi hollarda chap taraflari bilan sahobalarga yuzlanar edilar. Manil mutakallim dedilar. Kim hozir orqamizdan bu so'zlarni aytgan, o gapirgan kishi kim dedilar? Qala ana. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga men dedilar. O ravi, o sahoba. Qala ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Allohu akbar. Men dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam bu so'zdan keyin kim aytdi dedilar? Payg'ambar alayhisolatu vasallam o sahoba men aytdim ya Rasululloh dedilar. Men dedilar 30 dan oshiq. Bid'a va 30 ya'ni 31, 33 dan 39 gacha bo'lgan sonni aytadi. Demak biz tarjima qilamiz 30 dan oshiq yoki 30 dan ko'p. 30 dan ko'p malaikalarni ko'rdim. Mana shu so'zingizda nima qilardilar? Shoshilardilar, talashardilar. Men yozaman. Ya'ni bu aytgan so'zni mukofotini, ajrini qanchaligini Allohga yozib boruvchi menman deya malaikalar talashib yozayotganligini ko'rdim dedilar. Qarang, siz bu hamd aytayotgan paytingizda bu hamdingiz, bu o'sha tahmidingizga malaikalar talashib qolishini bilsangiz, bu so'zni takror aytasiz. Imomning orqasida turar ekansiz yoki o'zi imom bo'lar ekansiz. Shu hamdni aytgan paytingizda malaikalar hozir meni ko'rib turib yozib turuvchidir va ular ham o'sha sahoba kiromning so'zlarini talashib yozganlari kabi, talashganlari kabi yozishga meni ham shu so'zimni ajabmas talashayotgan bo'lsa, faraz qiling, nomingizni mana har biringiz ismingizni bilasiz. Biringiz u, biringiz bu. Obordi Alloh taolaning huzuriga mana Abdusamad degan bandan shunday bir hamd aytdi. Malaikalar aytsalarki, mana bugunlik shu xufton namozimizdagi hamdimizni birimiznikini bo'lsa ham oborsa, shu jamoat hammasi baxilidir. Oborsaki, ana u kishi Esh Muhammad aka, ana Bektemir aka bugun malaikalar oborsa, Bektemir degan bir bandang shunaqa aytdi. Biz 33 tamiz va ko'prog'imiz 30 dan ko'p, 40 ga yaqin malaikalaring biz bugun talashdik desalar. Men birinchi yozaman, men buni yozib Robbimga olib boraman. Malaikalar shuni sevadi. Malaikalar solih amallarni sevadi. Ayniqsa bir muxlisdan ado qilingan amalni ular sevib, shoshilib yozib Alloh taolaga shu uchganicha uchadiki, tezroq olib beray. Allohning bandalarining ichida yer yuzida mana shunaqa unga tahmid aytadigan, hamd aytadiganlari bor deya malaikalar shoshiladi. Sizni bir amalingizni malaikalar shoshilib Allohga olib borishligi quvontirmaydimi? Albatta har biringizni quvontiradi. Namoz o'qiganingiz degan albatta har biringiz shuni xohlaysiz. Agar shuni xohlaydigan bo'lsak, mana shu bizga hadis shariflarda aytilgandek qilaylik.